Demak, dasturimiz davom etadi. Bugun ham ko'rsatuvimiz orqali eng qiziq, eng aktual mavzularni ko'rishingiz mumkin. Sochim yog'moqda, nimadir qildim. Voy. Namanganda maktab bitiruvchisining sochi xuddi mana shunday tarzda yonib ketdi. Mazkur hodisa Namangan viloyati Chortoq tumanidagi 48-umumta'lim maktabida sodir bo'lganligi aytildi. Video tasvirlarda ham ko'rishingiz mumkinki, o'quvchilar sahnaga chiqayotgan mahali kutilmaganda gaz to'ldirilgan sharlar portlab ketadi va o'quvchi qizlardan birining sochini yonishiga sabab bo'ladi. Holat yuzasidan Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Unda tashkilot o'rnatilgan ichki mehnat tartib-qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi, o'ziga yuklatilgan lavozim vazifalarini lozim darajada bajarmaganligi va bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yganligi uchun maktab direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinganligi aytilgan. Shuningdek, aniqlanishicha, maktabning boshqa barcha tegishli mas'ullarga intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Chiroy berib turgan bu sharlar aslini olganda siz o'ylagandanda xavfli. Hozir bu haqida mas'ul ham gapiradi. Tadbirlarda, tug'ilgan kunlarda har xil qo'lbola usulda tayyorlangan metan gazi bilan to'ldirilgan sharlarni havo gaz aralashmasi chaqnash holati kuzatilmoqda. Sharni xarid qilayotganingizda bu sharda ichida metan gazi bilan to'ldirilganmi yoki maxsus geli gaz bilan to'ldirilganmi birinchi navbatda so'rash kerak. Imkon boricha maxsus firmalar orqali geli gazi bilan to'ldirilgan sharlarni xarid qilishingizni so'rab qolamiz. Metan gazi bilan to'ldirilgan qo'lbola usulda tayyorlangan sharlar juda xavfli hisoblanadi. Sharlarning 5-6 tasi agar bir xonada to'plangan bo'lsa, katta bir havo gaz aralashmasi chaqnashiga va yirik yong'inlarni va insonlarning jarohat olishi, halok bo'lishiga olib keladi. Hayotingiz, salomatligingiz o'zingizga kerak bo'ladigan bo'lsa, nimadan foydalanayotganligingizga e'tiborli bo'ling, zero ko'zlaringizni kuldirgan narsalar xuddi shunday ularni yig'latmasin.